Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga Gazel va shunga o'xshash gruzovoy avtomobillarga 4-paketni metan uстановка qilinganda benzin asosi uzaydigan releyni qanaqa tartibda o'rnatilishini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p do'stlar, birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana bu yerda predator blogi bor. Ya'ni har bitta zamekaniyani oldini olish maqsadida qo'yilgan predator blog bor. Betga o'zini ko'rsataman, kirishkasi bor. Kirishkasiga yozib qo'yilgan har bitta detal nima vazifa bajarishligi va qayerga javob berishligini. Birinchisi benzin asosida emas, ikkinchisi benzin asosida emas, uchinchisi benzin asosida relesi. Mana topливный nasos deb yozib qo'ygan. Biz mana shu benzin asosida relesiga bitta 702 ga teskari formatda ishlaydigan reley qo'yamiz. Ya'ni chapdan o'ngga sanaganda birinchi, ikkinchi, uchinchi releyimiz benzin asosida reley hisoblanadi. Mana shu releyga biz 702 ya'ni teskari ishlaydigan reley qo'yamiz. Xolosalaring bu yerda 86, 85 sariq sim bilan ko'k sim va mana bu yerda mana oq simimiz turibdi. Bu nasosda chiqib ketish simi. Xolosalaring bunga ulasizlar. Ya'ni 87-oyog'i. Xolosalaring 30-oyog'iga ulasizlar. Biz buni 30-oyog'iga ulaganmiz. Xo'p, mana shu releyda 30-oyog'ini kesamiz, o'rtasidan kesib, biz qo'ygan 702 releyda 30-oyog'iga ulaymiz. Farqi yo'q qaysi tomonda ulashingizda. Endi kesgan ikkinchi simimizni nariga uchini releyimizda o'rtasidagi 702 releyimiz o'rtasidagi 87A deb yozib qo'ygan, ya'ni uzuvchi oyoq hisoblanadi, o'shanga ulaymiz. Endi bu yerda 85-oyog'i bor. Releyda ishlovchi oyog'ini past tomondan olib tushib turib, gazda reduktorida plus simga ulab qo'yamiz. Mana shu sariq sim tepadan tushib kelgan reduktorning yaqinligi uchun plus simga ulab qo'ydik. Endi nariga 86-oyog'ni plyusga ulab oldik. 85-oyoqda mana shu predator blogning orqasida o'zi massa, ya'ni minus sim kelgan bo'ladi. O'shanga ulab qo'yasizlar. Bo'ldi. Shu tartibda mashinamiz benzinga yurganda nasosga to'kib boradi. Gazga o'tganda nasos uzadi. Bu oddiy elementarni narsa, lekin mana shunaqangi gruzovoy yoki inomarka avtomobillarida predator blogning orqasidan qo'ysangiz ishingiz osonroq bitadi. Har xil joylarni ochib, simini titib, qidirib, ahmoq bo'lib yurmaysizda, vaqtingiz ketmaydi. Shuning uchun oson yo'lini ko'rsatdim. Mana predator blogni joy-joyiga yig'ib qo'ydik, gazni miyasini joyiga qotirib qo'ydik va releyimizni orqa tomoniga prixvatga qilib qo'yganmiz. Xuddi shu holatda qo'yib olsangiz, ortiqcha muammo bo'lmaydi. Do'stlar, ozgina bo'lsa ham nimanidir tushuntirib olgan bo'lsak, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Xudo xolasa sizga bundan-da yaxshiroq videolarni ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Videoga like bosish esdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.